Mesela bir yerde mında bir narsani tilga olish lozim. Doim menimcha nurg'un odamlar o'zaro deyishmagani bilan Xitoydan vatandan soqchilik telefon qilib bizga ishlar talab qiladi. Bundan boshlab qilib kelgan ish bu. Ularning qo'lida nihoyatda cho'ng koziri bor. Ya'ni ana bilan ko'rishtirib qo'yalikmi, dada bilan ko'rishtirib qo'yalikmi? Sendan biz yana yo'g'on bir narsani talab qilmaymiz. Faqat bular nima ish bo'lyapti asli deb qo'ysa, ba'zi gaplarni patmay ko'rishib tursak, og'iyni ulab qoldi degan gaplar bilan boshlaydi bular. Xo'sh. Bunlar bu yerda bu ba'zi Uyg'urlarga nisbatan, "Ey, o'ylashib boqaymi ya" deydigan bir narsani paydo qildi. Uni nima ish qo'yilishib boqadi? Qarasa, maxfiy bir narsani deb bermasammi? Masalan, shu istiqlolda oshkora e'lon qilgan xabarlarni deb bersa, palonchani namoyish qildi degan gapni deb bersam, uning hech qaysi maxfiy emas. Shunday qilib, biz shu uydagilar ko'rishib olsam, anam dadam bilan paranglashib tursam, hem Xudoning oldida munofiq bo'lib ketmayman, millatning oldida xoin bo'lib ketmayman, hem ota-onam bilan ko'risha olayman deb, bunda bir hisobni qiladigan Uyg'urlar menimcha nihoyat ko'p. Ammo bu hech qaysi o'zini oshkora deyolmaydi uni. Shuning bilan bu ssenariyonimda bir taraqqiy qildirib boqadi. Mesela birisine şunda izlese, hazırkıdak oylagan birisi, hazır men tasvirlegendek xiyal qilgan birisi. Mesela deyli, helaqi satrashxona nerede? Mesela bir Uyg'urning satrash qayerda deb so'rasa, yoki Safaköydagi paloni oshxona desa, bu satrashxona nerligini deb bersam, hech qanday izlanmas. Hech qisi yo'q deb berdim. Ammo u yana birisi bilan ko'rishgan chog'da soqchi. Eliq ko'chadagi satrashxonada o'ltirib, deb yana birini bilan suhbatlashgan chog'da deb o'ylaydi. Ya Allah, hozir ko'chada satrashxonaning nerligidan boshlab bilib bo'libdi. Uni bilmaydigan hech nima yo'q-kan deb o'ylaydi. Shu. Ya'ni bizga nisbatan nihoyat qimmati yo'q degan bir xabar kasbiy odamlarning qo'lida qimmati bor bir istixborotga aylandi u. Uni ishlatgandan keyin ayada bu satrashxonaning, oshxonaning nerligini bilib bo'lgan yerda bu Xitoyning bilmaydigan nimasi yo'q-kan. Ondan keyin Onun da qanday ro'yxat paydo bo'ldi? Meni izdeyinden qaraganda boshqalarni cho'qim izdaylik deydi. Shuning bilan nima shaklda o'tirib ishonmaslik chiqadi. Endi Xitoy nimani maqsad qilishi mumkin deb o'ylab baqlar. Xitoy zaten u uçurulning unchalar qimmati yo'q ekanligini bilsa-mu, Xitoy istixborotining menimcha eng cho'ng maqsadlarining biri dal chet eldagi Uyg'urlarning o'ttirishga tabriqchilik terib qo'ysa, shu yetadi. Shu gaplarni ham qila oladi. Bir qancha telefon bilan shunlar qila oladi. Shunga nisbatan buni Uyg'urlar va bizlar aqlliroq qilishimizda do'tlik qilmasligimiz kerak. Demak, yo'g'ini endi mana Xitoyning mushu tashqi mudoxilalarimi bu ishonchsizlikning ko'tarilib ketishining muhim sabablarining biri demakchi. Bu ishonchsizlikdan iborat bu etizlik bo'lmagan ahvolda bu etizlik ustiga tergan har qanday urug' qurib ketadi desak menimcha bo'ldi. Eng oxirida biroz uzun bo'lib qoldi masala. Xo'sh. 6-chi nuqtaga keldik. Biz buni burunmaslik paranglashgan. Uzun muddatlik mustamlakachilikni Uyg'urlarning ruhiy dunyosida qoldirgan asoratlar. Bu manada o'z oldiga bek uzun, bek cho'nqur tema. Ya'ni qulluq zanjirining bizning bedanimizda emas, bizning qalbimiz, ruhimiz qadar singib ketishi. Bizga naqadar zulm solsa-mu, o zulmni bir şekilde hazm qila oladiganligimiz, hech qisi yo'q deyoladiganligimiz, erkinligimizdan mahrum qilish bedeliga az-to'la iqtisodiy manfaatlarga oldindiganligimiz, tayoqni men yemisam mayli, boshqalar o'lsin imkonim deydigan ma'qul pozitsiyalar menimcha texmi cho'nqur bir sabab. Chunki nurg'un kishilar qanday qilsa Xitoy bilan yarashib qoladilar degan tushunib qilyapti.
bu amaliyotni bundan keyin qanday qilsak Xitoylar bizni qattiq urmay bo'shroq ura. Shunaqa mayli-etdi deyotgan Uyg'urlar. Hali men balkim shu programmada men so'zlagan bo'lishim mumkin. Men o yerda to'liq digim keladigan bir o'xshatish bor. Biz ahvolimiz xuddi bir xil haroqkashning doim tayoq yeydigan xotiniga o'xshaymiz. Bu xotin doim shu haroqkash mesulab kelib kechdi urdi buni. Buna aytdi dert tükedi mahalladagilarga voy buni erim nima urib ketdi bu ishni bir hal qilib qo'yinglar deb. Shular mahalladagilar ish chaqirtib buni cho'nglab bu xotinni ajrashtirib qo'yinglar deb ajrashtirib qo'ygan vaqtda asta bu xotin yo'q shu mas'ulmisizlar yaxshi harqitmisizlar eski emasdi deydi uchun. Yana ajrashib ketgan unimaydi shu. Ammo tillab turdi, meni urib ketdi deydi. Ammo ajrashib ketgan unimaydi. Mas'ulmisizlar yaxshi deydi. Nurul Uyg'urlarning ruhiy holatimi Xitoy ma'nomda qilib soldi. Chinchuango kelgan Xi Jinpingning yoqi. Bunda siyosatni yurgizmisizlar eski emasdi degandek ajoroqkash haroq tashlab tez so'ngishib ketdi degan umidni kutgandek Xo'sh. bu xil favqulodda bir soxta umid ichiga kirib olganlar bor. Uni his qilib oldi. O davodan yiroq turib olishi, davoning kelgusiga nisbatan ishonmasligi, hatto uchuq oshkor oldi chet elda davoda. Biz Xitoyda bilan birga yashashimiz lozim degan gapni oshkor deyalgudek insonlarning o'ttirig'i chiqishi deganlar menimcha. Biz o oshkor degan bo'lsa, sonsiz oshkor demagan Uyg'ur bor. Xo'sh, xo'sh.